Quyosh qadar mehrining nuri dunyolarda umrim mazmuni gullar soching shirin iforlar bugun onam tug'ilgan kuni qaldirg'ochday boshimda giryon baxtim ko'rib baxtlidir har sog'lig'ingiz yaxshimi? Ushbu kun shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Shu ahli oilalaringiz nomidan, shu qizlaringiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz hammasining nomidan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, sizlarga baxtiga sog' bo'ling. Shu qalbingizda nimaki yaxshi niyatlar, tilaklar bo'lsa, tilaklaringizga yetinglar. Shu sovg'alarimizni qabul qilasiz degan umiddan ular ajoyib sovg'alar jo'natishgani mana. Bismillahirrohmanirrohim. Joy namoz, Qur'on, kitob, obi zamzamlar shularni qabul qilasiz degan umiddamiz. Farzandlaringiz nomidan, nabiralaringiz nomidan mana qabul qilasiz. Jonim bo'lsinlar omon bugun onam tug'ilgan kuni ona jonim gul rayhonim mehribonim tug'ilgan kuni ona jonim mehribonim tug'ilgan kuni sabab o'ynang onam dilingizda olasizlar mehrim qo'shib kuylaysiz ichida o'ynang onam yaqinroqqa keladi o'ynang onam dilingizda olasizlar mehrim qo'shib kuylaysiz ichida o'ynang onam
yakroq oling qani qaytadan yayrab dildan yayrab baxtidan atam o'ynasin onam yayrab dildan yayrab baxtidan Oxirida o'ynab qo'yamiz qani ota. Oxirida qo'shib keyin chiqamiz mana. Menga Xudo bergan jonajonlar mehri ayamagan mehribonlar menga Xudo bergan jonajonlar mehri ayamagan mehribonlar davlatim sog'latim eng katta baxtim otam o'ynasin onam davlatim sog'latim eng katta baxtim otam o'ynasin onam Ana bir onaxonamizga, otaxonamizga bir chiroyli qarsaklar bo'lsin, qarsaklar bo'lsin. Iloyim shu otaxonamiz, onaxonamiz hammalari yuzga kirishsin, qalbida nimaki yaxshi niyatlar bo'lsa, niyatlariga yetishsin. Xudo xolasa ushbu kun yana shu kun Xudo xolasa hamma kaza shunday haj safardan kelishimizni kutib olishni nasib qilsin. Ilohim amin. Amin. Umringiz uzoq bo'lsin. Alloh akbar. Ey rahmat, sog' bo'ling. Hammalaringizni xonadonlarda shunday xursandchiliklar bo'lsa, bizlar xizmat qilish kerak nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Qarsaklar bo'lsa ham onajonlar. Ey rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'llar oching, korobkasini oling. Bismillah.
Aziz avliyolar yor bo'lsin, pirlar madadkor bo'lsin. Shu o'rtog'im ham 100 ga kirsin, Parvardigor. Aziz avliyolar yor bo'lsin, pirlar madadkor bo'lsin. Bir yildan keyin ham mana shunday yaxshi kunlarda birga o'tiraylik. Shu yerda qo'l ko'tarib o'tirgan kishilarda ham nimaki niyati bor, murodi maqsadiga yetsin. Yaxshi kunlarga, to'y tomoshalariga boraylik. Amin. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovdan bu koshonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Hayal qilsang kutib ostonani, teshgay ular ko'zi. Ular ketganda bu yangliq zoroston. Gulidan oberinglar. Patlapa, tanijoning sog' bo'lsin, yuzga kirib bizni boshimizga bosh qo'yib, hamisha xonadoningiz ashbaqa to'ylar. Torta shirin bo'ling, iloyim. Torta shirin bo'lib, o'ynab kulib yuring. Rahmat. G'amni ko'rmang. Bamiz o'rniga va bo'lib uylaringiz tursida o'tirib bizga ham boring. Iloyim. Xojona rahmat. Ulug'bek qayerda? Endi hajga ochiradi. Xudo xolasa. Hay opa, yuzga kiring. Tanajoningiz sog' bo'lsin iloyim. Yana girish vaqtiga yana mana shunaqa xursandchilik bo'lsin. Hamisha xonadoningizda mana shu to'yxona, murodxona bo'lsin, Parvardigor. Allohim mana shu o'tirganlar nima niyatda kelgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Opamni tanajoni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin. Shu xonadonda hamisha bosh bo'lsin iloyim, Parvardigor. Amin robbil alamin. Xayri nosirin bi rahmatika arhamay ya rohim. Onang topilmaydi. Unutma avvalo onang holini, so'rmoqning juda bo'lgach o'zing yoqlashga bahonang topilmaydi. Qani-saat xotirjamligini bersin, tinchlik omonligini bersin. Kasb-korlaringga, umrjonlaringga Xudo baraka bersin. Topganlaring to'ylarga, yaxshilik kunlarga buyursin, Parvardigor. Tan jonlaring sog' bo'lsin, iloyim. Sog' salomat o'ynab kulib yuringlar, Parvardigor. Rahmat, sog' bo'linglar. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Onaning rizoligi baxtning kalitidir.